Va mening ikkinchi savolim. Yaxshi. Meni 3 ta savolim bor, janob. Men sizga savol berishga ruxsat beraman. Muammosiz. Men sizni yaxshi ko'raman, birodar. Men odatda bir vaqtning o'zida faqat bitta savol berishga ruxsat berardim. Ammo men sizni hurmat qilganim uchun ikkinchi savolni berishga ruxsat beraman. Qur'ondan ba'zi iqtiboslar bilan bo'lishishga ijozat bering. Biroq men oldindan aytmoqchimanki, men bu kitobda mutaxassis emasman va aniq iqtibos keltira olmayman. Masihiylarga Iso Masihning ilohiyligi haqida savollar berganingizni bir necha bor eshitganman. Siz buni har doim aytasiz va hatto qasam ichasiz. Agar Masihiy sizga aniq bir bayonot bersa, siz nasroniy bo'lishingizni aytdingiz. Xristianlik haqida so'raganingizda odatda foydalanadigan mezonni qo'llashga ijozat bering. Doktor Zokir Naik. Iltimos Qur'onda menga Iso aytgan satrlarni ko'rsating. Men payg'ambarman. Men faqat payg'ambarman. Va menga sajda qilmang degan satrlarni. Men buni Qur'ondan aniq tasdiqlashingizni xohlayman. Yaxshi. Bu Qur'oni Karimning Imron surasining 3-bob 49-oyatida eslatib o'tilgan. Iso payg'ambar sifatida Alloh taolo tomonidan Banu Isroil xalqiga yuborilgan. Bu Asaf surasining 1-bob 61-oyatida aytib o'tilgan. Men Isroil o'g'illariga elchi sifatida yuborilganman. Bu birinchi qism. Ikkinchi qism esa u Qur'oni Karimning qayerida menga sajda qilmang degan, birodar, u ham bor. Bu Maida surasining 5-bob 73-oyatida eslatib o'tilgan. Ular kufr qilishadi. Ular kufr keltirmoqdalar. Iso Maryamning o'g'li Alloh deb aytadiganlar. Iso Masih aytdi. Iso Masih faqat Allohga, mening va sizlarning Rabbingiz Allohga sajda qilinglar. Darhaqiqat, kim Allohga shirk keltirsa, unga jannat harom qilingan. Ularning o'rni do'zaxda va bu dunyoda ular qo'llab-quvvatlanmaydi deyilgan. Men sizning talablaringizni bajaraman, lekin sizga aytishga ijozat bering, birodar. Agar kimdir o'zini Xudoning quli va payg'ambari deb da'vo qilsa, unda menga sajda qilmang deb aytishi shart emas. Agar men insonman deb da'vo qilsam, sizdan menga sajda qilmasligingizni so'rashim shart emas, chunki insonning fazilatlari Xudo emas. Payg'ambar Xudo emas, u inson. Shunday qilib, men payg'ambarman, lekin menga sajda qilmang deyish ahmoqlikdir. Lekin men sizning talablaringizni bajaraman, chunki men sizni yaxshi ko'raman. Biroq sizning chaqiruvingiz mantiqsiz. Siz u payg'ambar deb da'vo qiladigan joyni ko'rsating deb so'rashingiz kerak edi, xolos. Siz tushunyapsizmi? U menga sajda qilmang deb so'rashingiz shart emasdi, lekin men sizga ikkalasini ham ko'rsatdim, chunki men sizni hurmat qilaman, birodar. Men ham sizni hurmat qilaman. Va mening oxirgi savolim, janob. Siz menga ruxsat berganingiz uchun Qur'onning ushbu asosiga asoslanib, ushbu savolni berishga ijozat bering. Ammo aytganimdek, men Qur'on bo'yicha mutaxassis emasman. Men mutaxassislikka da'vo qilmayman. Meni faqat 4 ta savolim bor. Yana 4 ta savol deysizmi? Yo'q, men bu masalada demoqchi edim. Iso bir joyda o'zini Xudo deb da'vo qilgan. U o'zini Xudo deb da'vo qildi. U shunday bayonot berdi. U buni tasdiqlaydi. Faqat Xudo tomonidan ishlatiladigan unvonlar mavjud. Ular faqat Xudo tomonidan qo'llaniladi. Kechirasiz, birodar, lekin men sizning savolingizni eshitmadim. Uni takrorlay olasizmi? Qur'onda Iso o'zini Xudo deb da'vo qilgan demoqchimisiz? Yo'q, shunchaki men o'zimni fikrimni bildirmoqchiman va sizga savol bermoqchiman, janob. Kechirasiz. Men faqat o'zimni variantlarimni tayyorlayapman. Variant tayyorlayapman deng. Savolimni berish uchun. Yaxshi, bu qanday variant ekanligini bilsak bo'ladimi? Siz professorsiz, shuning uchun men variant tuzishga harakat qilyapman. Men professor emasman, men talabaman. Yo'q, siz talaba emassiz. Sizga savol berishga ijozat bering. Qur'ondan savol tug'iladi. Bizning hakamimiz kim? Menimcha, bu savolga javobni 22-bobda, taxminan 56 yoki 57-oyatlarda topish mumkin. Agar xato qilgan bo'lsam, iltimos meni xatomni to'g'rilang. Va keyin esa bizning nasroniy ta'limotlarimizda Iso Masih o'zini hakam deb da'vo qiladi.
Matto xushxabarning 25 va 26 bobida Alloh o'zi uchun ishlatadigan yana bir ism tilga olinadi. Bu ism haqiqatdir. Bu haqiqat kim? Qur'on 22-bob 6-oyatda Allohning haqiqat ekanligini aytadi. Yuhannoning 14 va 6-bobida Iso xuddi shu so'zlarni takrorlaydi. U ham men haqiqatman degan. Uchinchidan, Qur'on hech kim shon-sharafni Xudo bilan baham ko'ra olmasligini aytadi. Xudo o'z ulug'vorligini hech kim bilan baham ko'rmaydi. Bu Qur'onning 57-bob 1-oyatida tasdiqlangan. 3-qismni takrorlay olasizmi? Unda aytilishicha, Xudo o'z ulug'vorligini hech kim bilan baham ko'rmaydi. Unda Xudo o'z ulug'vorligini hech kim bilan baham ko'rmaydi deyilgan. Bu Qur'onning 57-bob 1-oyatida yozilgan. Unda aytilishicha, osmonlar va yerlar Xudoni ulug'laydi. Ular Xudoga hamd va sanolar aytadilar. Ishayo kitobining 42-bobining 8-oyatiga Yahova o'z ulug'vorligini hech kim bilan baham ko'rmasligini aytadi. Biroq Yuhanno xushxabarning 17-bob 5-oyatida Iso otasi bilan ulug'vorlikni baham ko'rishini aytadi. Va meni 4-savolim. Kim o'liklarni hayotga qaytarishga qodir? Buni faqat Alloh qila oladi. Oxirgi qismni takrorlay olasizmi? Mening 4-savolim, o'liklarni kim tiriltiradi? Qur'onning 22-bob 7-oyatida aytilishicha, buni faqat Alloh qila oladi. Keyin Iso o'liklarni tiriltirayotganini aytadi. Bu Yuhanno xushxabarning 5-bobining 25-oyatlarida aytilgan. Savol tug'iladi. Payg'ambar shunga o'xshash narsani tasdiqlay oladimi? Birodarimiz 4 ta savol berdilar. U Qur'ondan olib Bibliyadan javob bermoqda. Agar siz Qur'ondan olib va Qur'ondan javob bersangiz, bu o'tib ketishi mumkin. Chunki men ishonaman va musulmonlar Qur'on Xudoning kalomi ekanligiga ishonishadi. Men muqaddas Injil kitobini Xudoning kalomi ekanligiga ishonmayman. Injil Biblios so'zining ildizidan olingan. Muqaddas Bibliya kitobini men o'rganib chiqqanman. Muqaddas Bibliya kitobida qudratli Xudoning ba'zi so'zlari bor. Payg'ambarlarning so'zlari bor, tarixchilarning so'zlari bor va pornografiya ham bor. Pornografiya. Misol uchun, agar siz menga Hizqiyoning 24-bob va 24-oyatini tomoshabinlar oldida o'qishni aytsangiz va agar siz menga $1 million beraman desangiz, agar siz doktor Zokir, muqaddas Bibliya kitobining 24-bob, 24-oyatini o'qing desangiz, men sizga $1 million beraman. Million shilling emas. Million shilling million emas. Agar siz menga $1 million bersangiz ham, men buni o'qimayman. Ehtimol bu siz uchun mumkin, lekin men qila olmayman. Chunki bu pornografiya. Agar men ushbu katta yig'ilishda bunday matnni o'qisam, gunohkor bo'laman. Men pul uchun gunohkor bo'lishni xohlamayman. Shuning uchun aralash bo'lgan Bibliya kitobidan, siz Xudoning kalomi bo'lgan Qur'ondan iqtibos keltirasiz va odamlarning so'zlari va pornografiya aralashgan kitobdan javob berasiz. Lekin shunday bo'lsa ham sizga baribir javob beraman. Men talaba bo'lganim uchun sizga javob beraman. Sizning birinchi savolingiz. Qur'onda Alloh hakam, muqaddas Injil kitobida Iso hakam bo'lganligi aytilgan. Sizning mantiqingizga ko'ra har qanday hakam Xudoga aylanadimi? Sizningcha Keniyada nechta hakam bor? Kamida 100 tadan 200 tagacha bor, shundaymi? Ularning barchasi Xudoga aylanadimi? Bir oz aqlni ishlating. Qur'onda Alloh nima haqida gapirgan? Qiyomat kunining hakami haqida. Qur'onda qiyomat kunining hakami Iso emas deyilgan. Iso alayhissalom dahshatli qiyomat kunining hakami emas. Agar men ishni ko'rib chiqsam yoki ikki kishi o'rtasidagi ziddiyatni hal qilishga yordam bersam, men hakam sifatida ishlab va qaror qabul qilgan bo'laman. Sizningcha meni qilgan ishim meni Xudoga aylantiradimi? Bu noto'g'ri tushuncha. Bu yerda nechta hakam bor? Keniyada qancha hakam borligini bilasizmi? Kamida 500 tadan ko'p hakam bor. To'g'rimi yoki yo'qmi? To'g'ri, ular juda ko'p. Ular juda ko'p bo'lsa, ularning barchasi Xudoga aylanadimi? Ha, siz kulyapsiz. Bu juda yaxshi belgi. Bu sizning xatoingizni tushunganingizni anglatadi. Birinchi savolingizga javob shu. Ikkinchi savolingizga kelsak. Ikkinchi savolingizda siz Xudo haqiqat deb aytdingiz. Yaxshi, men 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi desam, birodar, men rostgo'y bo'lamanmi yoki yo'qmi?
2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi desam, bu haqiqatmi yoki yolg'onmi? Bu haqiqat. Unda men Xudomanmi? Siz haqsiz. Men Xudoga aylanamanmi? Lekin qanday bo'lmasin, men sizga javob beraman. Siz keltirgan narsa Yuhanna xushxabarining 14-bobida aytilgan. Iso Masih unga dedi: "Men yo'l, haqiqat va hayotman. Hech kim Otamning oldiga kelmaydi, faqat men orqali keladi." Siz kontekstni bilasizmi? Siz muqaddas Injil kitobini yaxshi bilaman deb aytdingiz, shunday emasmi? Men faqat talaba ekanligimni aytdim. Muqaddas Bibliya kitobining talabasimi? Ha, shunaqa. Siz o'qituvchimisiz? Bu ikki narsaning farqi bor. Siz o'qituvchisiz, shunday emasmi? Siz muqaddas Bibliya kitobining o'qituvchisi, shundaymi? Men kasb bo'yicha o'qituvchi ekanligimni aytdim, lekin men faqat Bibliyaning tadqiqotlari bo'yicha talabaman. Yaxshi, siz Bibliya kitobining o'qituvchisi emasmisiz? Ha, shunday. Siz Bibliya kitobini o'rgatasiz va shu bilan birga talabasiz, shunday emasmi? Ushbu oyatning kontekstini bilasizmi? Siz kontekstni bilasizmi? Siz Yuhanna xushxabarining 14-bob 6-oyatidan iqtibos keltirdingiz. Men sizga xotiramdan aytaman. Siz bu kontekstni bilasizmi? 14-bobning 1-oyatini bilasizmi? Ha, men bilaman. Yaxshi, u yerda nima deyilgan ekan? Unda aytilishicha, men sizlar uchun joy tayyorlayman. Yo'q, 1-oyatda bu haqda aytilmagan. U yerda nimalar deyilgan ekan? Siz muqaddas Bibliya kitobini ochishingiz mumkin. Kitobni oching, men xotiradan gapiraman. Kitobni oching. Siz menga eslashga yordam bera olasizmi? Men sizga yordam bera olaman. Siz o'qituvchisiz, men talabaman. Ba'zan talabalar o'qituvchiga yordam berishadi. Kontekstni tushunish uchun biz Yuhanna xushxabarining 14-bobining 1-oyatiga o'tamiz. Bu oyatda Iso payg'ambar shunday deydi: "Qayg'u qalbingizni egallashiga yo'l qo'ymang, Xudoga va menga ishonishda davom eting." Bu 1-oyat. Keyingi oyatga o'tamiz. Bu 2-oyat. Otamning uyida tinchlik hukm surmoqda. Agar bunday bo'lmaganida, men sizga, men u yerga boraman va siz uchun joy tayyorlayman deb aytmagan bo'lardim. Keyingi oyat keladi. Men u yerga borganimda, men siz uchun joy tayyorlayman. Va sizni olib ketish uchun qaytib kelaman. Siz men boradigan yo'lni bilasizmi? Siz buni 4-misrasini bilasizmi? Bu misrada Famo keladi. Siz Famoni bilasizmi? Siz Famoni bilardingizmi? Ha, men Famoni bilaman. Famo Isoga 5-oyatda aytdi: "Biz qayerga ketayotganingizni bilmaymiz. Biz yo'lni qayerdan bilamiz? Bizga yo'lni ko'rsating." Keyin Iso Yuhanna xushxabarining 14-bobining 6-oyatida eslatib o'tilgan iborani aytdi: "Men ham haqiqat, ham hayot yo'liman. Otamning oldiga men orqali boshqa hech kim kelmaydi" deyilgan. Men bunga to'liq qo'shilaman. Chunki o'z davridagi har bir payg'ambar hayot haqiqatining yo'li edi. Payg'ambardan boshqa hech kim qudratli Xudoga yaqinlasha olmagan. Muso payg'ambarning davrida Muso alayhissalom haqiqiy hayot yo'li edi. Muso alayhissalomdan boshqa hech kim Xudoga yaqinlashmasdi. Biz bunga 100% qo'shilamiz. U haqiqiy hayot yo'li edi. Hamda qudratli Xudoga Isoning yo'li va ta'limotidan boshqa hech kim yaqinlasha olmasdi. Bizning davrimizda, Muhammad payg'ambar davrida, Muhammad payg'ambarning ta'limoti haqiqatga va hayotga olib boradigan yo'ldir. Muhammad payg'ambarning ta'limotidan boshqa hech kim qudratli Xudoga yaqinlasha olmaydi. Har bir elchi o'z davrida haqiqatga olib boradigan yo'lchi edi. Muammo nimada? Qayerda u Xudoman degan? Muammo nimada? Bu ikkinchi savolingizga javob. Uchinchidan, agar men haqiqatni aytsam ham, bu meni Xudoga aylantiradimi? Yo'q, albatta. Uchinchi savolga kelsak, Alloh taolo o'z ulug'vorligini hech kim bilan baham ko'rmaydi dedingiz, shunaqami? Shunaqa. Men Allohning kuchini nazarda tutyapman. Xudo beradiganlardan boshqa hech kim baham ko'ra olmaydi. Misol uchun, agar qudratli Xudo o'z kuchini bersa, bu kuchning bir qismi, masalan, hayotni o'limga aylantirishi mumkin bo'lgan. Yaxshi, bu keyingi savol edi. Qudratli Xudo mo'jizalar qilish imkoniyatini beradi. Qudratli Xudo payg'ambarlarga mo'jizalar yaratishga imkon beradi. Muso payg'ambar dengizni ajratganini bilasizmi? Buni kim qildi? Sizningcha Muso payg'ambar buni qildimi? U qudratli edimi? U kuchga ega edimi? Qudratli Xudo Muso payg'ambar orqali mo'jiza yaratdi. Siz tushunyapsizmi? Siz tushundingizmi yoki yo'qmi? Men tushundim, janob. Bu Alloh taolo dengizni ajratgan. Shunday qilib, namoyon bo'lgan barcha mo'jizalar payg'ambarlar tomonidan emas, balki qudratli Xudo tomonidan yaratilgan. Buni Qur'oni Karim ham, Injil ham tasdiqlaydi.
Shunday qilib, amalga oshirilgan barcha mo'jizalar Xudo tomonidan uning xabarchisi orqali amalga oshirilgan. Bu sizning 3 va 4 savolingizga javob. O'liklarni tirilishi haqidagi 5 savolingizga kelsak. Agar siz o'liklarni tiriltirish uni Xudoga aylantiradi desangiz, Iso Masih nima qildi? U o'likni tiriltirdi. To'g'rimi? Qur'on buni aytadi va Bibliya ham buni aytadi. Muso payg'ambar nima qildi? U tayog'ini tashladi. U o'simlikni hayvonga aylantirdi. Tayog'ini ilonga aylantirdi. Qaysi mo'jiza ko'proq ekan? O'simliklar shoxligidan tayoq hayvonot olamidagi ilonga aylandi. U hayot berdi va u boshqa shoxliklarni yaratdi. Bu katta mo'jiza. Bu uni Xudoga aylantiradimi? Yo'q. Mo'jiza ilohiylikning ko'rsatkichi emas. Matto xushxabarning 24-bobining 24-oyatida Iso Masih shunday deydi: ko'p soxta xristianlar va soxta payg'ambarlar bo'ladi. Va agar iloji bo'lsa, ular hatto elchilarni ham aldagan bo'lar edi. Shunday qilib, mo'jiza mezon emas. Bu sizning muqaddas Injil kitobingizni to'liq o'rganmaganligingizdan dalolat beradi. Shunday qilib, mo'jiza baholash uchun mezon emas. Mo'jizalar qudratli Xudo tomonidan payg'ambarlar orqali amalga oshirilgan. Umid qilamanki, bu sizning 4 savolingizga javob beradi.